Xo'p, demak boshladik. Hamma shu yerda, ekran, ovoz, hammasi cho'tkimi? Bitta reaksiya bildirib olinglar. Четко. Bo'ldi, okey, ketdik. Demak, strategiyani o'tishimizdan oldin biza ma'lum bir tushunchaga ega bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Tushuncha nimadan iborat? Ya'ni bizada globalniy va lokalniy degan tushunchalar bor. Bu tushuncha nima? Bu darajalar, ya'ni harakat boshlangan joy globalniy daraja. Ya'ni harakat boshlandi, ya'ni impuls korreksiya va hokazo davom etdi, to'xtadi. Ya'ni harakat ma'lum bir narxdan, deylik, давайте, $1 dan $50 bo'lgan harakatda to'xtadi. Buni o'zini impulslari bor, o'zini korreksiyalari bor. Qaraydigan bo'lsak, globalniy buy, xuddi hozirgi tilladagi holat. Ana endi bu harakatni ichki strukturalari bor. Ya'ni ichki struktura deganda biza nimani tushunishimiz kerak bo'ladi? Bu harakatga nisbatan tushuvchi harakat bor. Ya'ni lokalniy trend. Mana lokalniy trend. Biz u harakatni nimadan aniqlaymiz? Minimum va maksimumlardan aniqlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hamma biladigan tushuvchi harakat maksimum minimumlari, ko'tariluvchi harakat xuddi shunaqa minimum maksimumlari. Bu bugungi strategiyamizni mohiyati. Oldin yaxshilab tushunib olaylik, keyin strategiyaga o'tamiz grafikda. Ana endi bizga nima kerak bo'ladi? Ma'lum bir harakat boshlanganda, ya'ni o'suvchi harakat boshlanganda bu harakatni, ya'ni bu trendni yaratuvchilar, fondlar, banklar, moliyaviy bozor yirik ishtirokchilari va hokazo. Okey. Bu ishtirokchilar ma'lum bir trendni yaratgandan keyin, ya'ni o'suvchi harakatni yaratgandan keyin, ya'ni $1dan $2, $3, $4 ma'lum bir narxga olib kelgandan keyin bu moliyaviy bozor ishtirokchilarini maqsadi nima? Pul ishlash. Bu sotib olgan narsani nima qilish kerak? Sotish kerak. Bugungi sizlarga o'rgatadigan narsa ma'lum bir o'suvchi harakatga nisbatan ma'lum bir o'suvchi yoki tushuvchi harakatni aniqlab olishingizga yordam beradi. Tushunarli? Ya'ni harakat nimadan iborat bo'lishiga. To есть harakat o'sdi, harakat tushib ketdi. Qaysi joygacha tushishi mumkin? Sizlarga yordam beradi. Harakat tushdi, harakat o'sib ketdi. Qaysi joygacha o'sishi mumkin? Tushunarli? Demak, grafikka o'tamiz. Tak, bu qaysi pastashlik ekan? fx kerak emas. Давайте, окей. Tak, men bularni o'chirib turaman. Xo'p. Mana ahamiyat beraylik. Nimadan boshlaymiz? D time frame. Ya'ni kunlik time frame'da biz yaqqol nimani ko'ramiz? O'suvchi buqa trendni ko'ramiz.
ahamiyat beradigan bo'lsak, men har doim ahamiyat beradigan joyim impuls boshlangan, ya'ni harakat boshlangan nuqta menga qiziq. Va shu impuls boshlangan nuqtadan harakat tugagan nuqta qiziq. Ahamiyat beradigan bo'lsanglar to'xtagan va bu joyda minimum yaratgan. Va harakat boshlangan joy to'xtadi. Mana bu harakat men uchun qiziq emas. Mana bu harakat menga qiziq, mana bu. Bu joyi qiziq. Oxirgi harakatni oladigan bo'lsanglar, mana bu harakat qiziq menga mana. Davay biz nima qo'yamiz? Daraja qo'yamiz. Va bugungi kunda kecha hosil bo'lgan maksimum yangi hay va harakat boshlangan joy 2970 2500 psixologik uровень. O'tgan safar stream qilganimizda 3500 narxi sizlarga psixologik daraja 2 punkt stop qo'yib, selga harakat qilsanglar bo'ladi degandim. Esinglardami? Ha, aytgandingiz. Bozor sikllari haqida gaplashgan edik. Narx magnitga o'xshab 3000 ga tortadi degan edim. Haftalik time frame'ga olib 2000, 2500, 3000, 3500, 1000, 1500, 2200 darajalarni belgilab chiqqan edik sizlar bilan. Okey, endi qiladigan ishimiz nima? D time frame minimumini yoki D time frame maksimumini kutgandan bizaga to'liq yo'q. To есть bizaga bu hech narsa bermaydi. Bizaga kichkinaroq time frame ga o'tishimiz kerak bo'ladi. To есть H4 time frame ga o'tamiz va H4 dagi impuls boshlangan, impuls tugagan harakatlar qiziq. Mana bu joyda impuls boshlangan nuqta mana. Давайте четкий qo'yaylik bu darajani. Mana. Tak, bu 32-11 daraja ekan. Mana bu joyda ham bizada impuls boshlangan joy bor. Ko'rdinglarmi? Mana. Praboy qilib qo'ydi hozir. Bugun qildimi? Okey, bugun soat 3 da bo'pti praboy. Xo'p, bu daraja menga kerak emas, bizani chalg'itadi. Chalanib qolamiz. Ana endi ahamiyat beringlar. Menga bu strategiyada ko'plab strategiyani qisqartirilgan varianti. To есть mana bu valna qiziq menga, mana bu o'suvchi harakat. Ya'ni lokalniy bizada nima boshlandi? Sell trend boshlandi. Sell. Xo'p, H1 time frame ga o'taman. H1 time frame ga o'taman va H1 time frame da menga nima kerak bo'ladi? Ya'ni sell trend davom etadimi, yo'qmi? Mana davom etadimi yoki razvorot bo'ladimi? Bormi razvorot? Bu joyda kimdir razvorot ko'ryaptim? Razvorotga bir signal bormi? Yo'q lekin. Хорошо. Sellga yana tasdiq bormi, yana dальше sellga ketishiga? Bor deb o'ylayman aka. Nima bor? Shamcha, pattern yoki nimadir bormi? Davomiyda anaqa bor. Tashturda. Hozir yorib o'tgandan keyin Давайте endi mana shunaqa joylarda mana shu strategiya sizlarga yordam beradi. Mana shu ikkilanib turgan joyingizda yordam beradi. Tushuntira oldimmi? Nima qilishingiz kerak bo'ladi? Indikator vkladkadan объем, ya'ni mana volum yoki объемni yoqishingiz kerak bo'ladi. Mana bu pastda sizlarda mana bunaqa histogramma paydo bo'ladi, mana bunaqa stolbiklar.
stolbik paydo bo'ladi va boya aytganimdek sizlarga impuls boshlandi. Mana bu joyda impuls boshlandi va impuls tugadi mana. Impuls tugadi. Boshlanib tugagan nuqtadagi oxirgi maksimum yo'q, to'g'rimi? Oxirgi yashil shamchani olamiz, mana bu oxirgi yashil shamcha. Va pastki ob'yomga qaraymiz. Ob'yomi qanaqa? Bu histogrammaga nisbatan, ya'ni uzunlari ham bor bu yerda. Ob'yomi kam, to'g'rimi? Ob'yomi kam. Demak, shu shamchani H1da biz minimumini va maksimumini belgilab olamiz. Mana minimum maksimumini belgilab oldim shamchani. Va ahamiyat beradigan nuqta nima bo'ladi? Harakat boshlandi va bu joyda to'xtadi va yana mana bitta harakat boshlandi. Mana 3 ta impulsni svechi ko'rdinglarmi? 3 ta impulsni svechi. Ya'ni ob'yom boshlangan joy, mana shu ob'yom kirgan joy, oxirgi уже завершение, kulminatsiya nuqtalari. Oxirgi yashil shamchani, mana bu yashil shamchani. Qizil shamcha ahamiyat bergan bo'lsanglar mana. Siz ko'rsangiz. Mana bu yashil shamchani, bu qizil shamcha, mana bu bitta ob'yomi kam, mana bu bitta ob'yomlar ko'p, bitta impulsni shamcha bilan, mana bunaqa uzun ob'yom bilan nima qildi? To'xtatdi harakatni. Mana bu qizil shamcha to'xtatdi. Lekin bu shamchani, mana yashil shamchani yangilolmadi. Nima bo'ldi? Keyingi shamcha yana ob'yom kirdi. Ya'ni har doim esingizda bo'lsin, igrok bitta narxdan, ya'ni 3495 dan birdaniga bunaqa bozor olib chiqib keta olmaydi yoki olib chiqib keta olmaydi. Keyingi shamchaga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, mana keyingi shamcha. Bu oluvchini to'xtatdi va yangiladi. Mana sizlarga birinchi полноценный tasdiq selga. Mana bu yashil shamcha. Qizil shamcha, adashdim. Qizil shamcha. Nima qilishingiz kerak bo'ladi? Bu qizil shamchani belgilaysizlar, minimumini va maksimumini. Va bu boshlangan impulsga ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi mana. Ya'ni sell trend qaysi nuqtagacha davom etishi mumkin. Birinchi keladigan nuqtalar mana bu 3 ta ob'yom boshlangan nuqta, mana bu ob'yom. Mana ob'yom ko'rasizlar pastdagi. Eng uzun histogrammalar kerak bo'ladi. Eng uzun histogrammani davaycha men minimumini belgilab qo'yaman mana. Mana bu ob'yom sham. Mana bu ob'yom sham yashil. Keyingisi mana bu ob'yom sham minimumi. Keyingisi ob'yom sham mana. Va bu impuls boshlanishiga sababchi bo'lgan mana bu ikkita ob'yom sham bor, mana ko'rib turibsizlar. Bu bizda nima hisoblanadi? Поддержка hisoblanadi. Boyaga reaksiyasini ko'rasizlarmi? 0-0 kelganini. Mana. To есть bu joydan qanaqa qilib pozitsiyaga kirishingiz mumkin? Sell pozitsiyaga. To есть mana ikkita tasdiq bor. Ikkita tasdiq bor. Paka mana bu yashil qizil shamchani keyingi yashil shamcha ob'yom bilan maksimumini yangilamaguncha sizlar sell bitim qidiruvsanglar bo'ladi. Sell bitim
qidirishim uchun давайте shamni belgilayman. Mana bu sham, yashil sham. Bu minimumni yengilab tasdiq berdi. M15 ga o'tasizlar. Pastga o'tib ketmanglar. M15 da любой formatni qidirib sell pozitsiya kirsanglar bo'ladi. Mana bu men belgilab olgan sham H1 dagi tushunarli bo'lish uchun qaytaman yana. Men nima qildim? Oxirgi yashil histogrammadagi shamni oldim. Keyingi qizil shamni oldim. Keyingisi buni proboy qildi. Mana объемni kuchi bilan va shu shamchani men belgiladim mana. Va shu shamchani minimum maksimumini belgilab oldim. Va M15 time frame'iga o'tdim. Va M15 time frame'ida nima qidirishni boshladim? Sellga logan formatsiyani qidirishni boshladim. Давайте, sizlar bilganinglar. Impulsdan keyin так, давайте nima bu? Plak. Proboy bormi mana bu joyda? Bor. Demak, entry то есть точка хода mana. Bormi sell pozitsiya? Bor. Yorug'. Qatgacha kelishi mumkin edi mana bu ob'yom belgilab olganimiz. Keldimi shu joygacha? То есть H1 da biza ob'yomlarni belgilab oluvdik esinglarda mana. Buy trendga ob'yom kirgan nuqtalarni belgilab oluvdik mana. Esinglardami? M15 ga o'tadigan bo'lsa, mana shu joylar. Hozir buni ham sutini tushuntiraman. То есть sizlar bilgan flagdan kirdinglar. Qonun qoidasi bo'yicha sizlarga o'rgatganim impulsi 50% nima bo'ladi? Take profitinglar bo'ladi. Birinchi take profitinglar. Keyingisi impuls bo'ladi. Shunaqami? Shunaqa. Bormi take profit ham 50% ham impuls harakat. Mana 0-0 один к одному. Keyingisi точка хода. Darajada mana H1 tepaga yorib o'tmadi. Ya'ni harakat yo'q yana tepaga. Mana zonasiga kirdi, lekin bizda tepada ham zonasi bor. Ko'rdinglarmi? Tepaga hech narsa yorib o'tmadi. Naborot nimaga totdi? Sellga. Nima formatsiya bu? M15 ob'yomga Yo'q. Biz hozir H1dan tasdiq olib M15 da точка хода qarab sellga ishlab keturamiz. Plus yana biliminglarni ishlatasizlar. Nima u? Maksimum pasayib minimumlar yengillanib ketyapti. Hozir bu nuqtalarga ham kelamiz. Xo'p, birinchi точка хода bor, entry bor. Keyingisi shamcha yopildi. Sizlarda nima bor? Zonani yorib chiqa olmadi. Switchnoy formatsiya bor, sellga kirdinglar. Keladigan joyini bilasizlar. Keyingi entry bor. Keyingi ob'yomni yorib o'tdi, yana qaytdi, retest. Lekin tepaga yorib o'ta olmadi. To'g'rimi? Yana sell qarab urasizlar. Keyingi keladigan nuqtasi. Mana keyingi keladigan nuqtasi belgilab qo'ygan. Proboy qildi, bugun ertalab gap bilan. Mana proboy qildi, lekin oluvchilarning yana kuchi yetmadi. Lekin ahamiyat beringlar, tepada bitta sell zona qolib ketdi. Tepada yana bitta sell zona qolib ketdi. То есть уже prioritet bor, bu hali beri razvorot yo'q tepaga. Tepaga o'tib ketgan taqdirda ham sizlar grafikni
birinchi sell zona mana bu joyda kutib olishinglar kerak bo'ladi. Keyingi sell zona agar bu joydan razvorot beradigan bo'lsa, mana bu nuqtalardan kutib olishinglar kerak bo'ladi. To есть mana shu joyda qaror qabul qilishinglar kerak bo'ladi. Yana sellga, yana sellga. Tak, давайте bular bizani chalg'itmasin, hozir oxirgacha tushunib olaylik, mana ham bizga kerak emas. Xo'p, hozirgi holat nima? Bu nuqta nima ekan? Yana men H1 ga qaytishim kerak bo'ladi. H1 ga qaytdim. To'g'rimi? Поддержкani impuls bilan proboy qildi. Lekin ko'pchilikga o'rgatganman, proboy qildi. Bu svecha minimumini o'tgan safar ham sizlarga tushuntirdim. Yangilamadi. 10 minut vaqt qoldi. Ana endi ahamiyat beringlar. 10 minut vaqt qoldi. 10 minut. 10 minut vaqt qoldi. 10 minutda histogrammaga ahamiyat beringlar. Trend, lokalniy trend. Minimum va minimum. To'xtadi. Qizil histogrammalarga ahamiyat beringlar. Mana oxirgi qizil histogramma mana eng kuchli. Chizdim, ko'rindimi? Bo'ldi, savdo g'oyasini yaratishimiz kerak bo'ladi. Narxi mana qizil svechani, yashil svecha na данный moment to'xtatib turibdi. No, hali yopilmadi. Bu bizga birinchi signal. Nimaga? Возможно разворот. Возможно. Qachon biz bunga tasdiq olamiz? Men buni o'chirib turaman. Svecha yopiladi. Svechani minimumini va maksimumini belgilaymiz. Mana shunday yopilsa. Belgilaymiz va razvorotga bayga nuqta qidiramiz. Qaysi joygacha birinchi tekimiz, ikkinchi tekimiz yoki trend davomiyligi bo'ladi. Ana endi mana bu yerdagi bay nuqtalarimiz bizga kerak bo'lmaydi. Bularni o'chirib turamiz. Nimaga? Chunki возможно harakat to'xtamoqchi. Возможно, no hali tasdig'i yo'q. Agar razvorot ko'radigan bo'lsak bu joydan, ana endi yashil svechalarga qaradik, ana endi biza qizil svechalarga qarashimiz kerak bo'ladi. Oxirgi qizil svecha mana minimumi, mana maksimum. Mana oxirgi svechani oldim. Agar harakat tepaga o'zgaradigan bo'lsa, bu nima qilish kerak? Bir, mana bu histogramma полноценный yashil yopilishi kerak. Keyingisi ham yashil bo'lishi kerak va birinchi navbatda mana bu qizil svechani tanasi bilan tepada yopilishi kerak. Ikkita yashil histogramma bo'ldi. Plus texnik tahlil. Minimum balanda. Trendni aniqlab oldinglar. Birinchi keladigan joyi ma'lum sizlarda. Keyingisi agar mana bu oxirgi svechani, mana bu объемli svechani buzadigan bo'lsa, yana bitta oldingi объемga qaraysizlar, mana объем. Bo'ldi, buni keladigan joyi bu. Bu joyda hozir aytishinglar mumkin, M15 da entry qilsak bo'lmaydimi deb. Yo'q, entry yo'q. H1 полноценный объем bilan yopilishi kerak. Давайте ради интерес M15 ga o'tib ko'ramiz. Bu svechada holat nima? Entry bormi yo'qmi? Xo'p, давайте birinchi trendni aniqlaymiz, ya'ni maksimumlardan tortadigan bo'lsam. Banklarni birlashtirsam.
menga oxirgi minimum kerak bo'ladi. Oxirgi minimum trend sell. Okey, mana buni chalg'itmasin. Sizlarni ham chalg'itmasin. Xo'p. To'xtadi, birinchi harakat boshlandi, ikkinchi harakat boshlandi. Hali kuchi yo'q. Bu H1dagi darajalarimiz qachon biza tasdiq olamiz? Qachonki birinchi minimum maksimum darajadagi H1dagi darajani 0 ishlashini ko'ryapsizlar, 0 ishlaydi. Bu maksimum agar hosil bo'ladigan bo'lsa, hozir bizga bitta minimum yaratib bersa, buni proboyi, bundan keyin darajani, ya'ni trendovini yorib chiqishi, to есть birinchisi trend yaralishi, ikkinchisi ya'ni trendovini proboyi, ana undan keyin proboydan keyin sizlar уже entry qidirib, entry, то есть точка входа M15 da. Mana bu tushib kelgan valnaga, полноценный qaytib kelishiga buy pozitsiya qidirsanglar bo'ladi. Buy pozitsiyalarni to'xtaydigan nuqtalari aniq. Mana nuqtalar aniq. Ya'ni eng katta объемli svechalarga men nima qilib chiqyapman, daraja qo'yib chiqyapman. Endi men bunaqa daraja qo'yib o'tirmayman, просто sizlarga aniqlik bo'lish uchun chizib berib ko'rsatib beryapman. To есть har bir harakatda mana bu harakat уже tasdig'ini olgandan keyin proboydan keyin maksimumgacha, ya'ni сопровождение qilib bitimni olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa sellda mana qaranglar, mana harakat boshlangan joy, mana harakat boshlangan joy. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, har bitta объемda proboy qilib tushib kelyapti. Bu joyda nima bizani ushlab turibdi deb давайте точка входа topamiz. Nima bizani bu yerda ushlab qoldi? Mana bu darajada. Sizlarda bu yerda support yo'q, support pastda, поддержка mana. To'g'rimi? Nima ushlab qoldi buni bu joyda? Mana bu объем ushlab qoldi mana. Mana bu histogrammi? Mana bu histogrammi? Mana bu объем. Bu объемga olib keladigan bo'lsa, bu объемni dasi mana minimumi va shamchani maksimumi. Mana ko'rdinglarmi? To есть mana bu shamchani oldim, buy zona. Mana shu zona ushlab turibdi hozir buni. Пока пробой yo'q. Agar разворот kutsa, mana shu joydan возможно разворот. Но prioritet пока sell. Lokalni ham даже M15 gacha biz tushib keldik. Пока разворот yo'q. Давайте. Mana strategiyam indikator ko'rsatdim sizlarga, esinglarda bo'lsa, shu asosda signal beradi. Ya'ni o'sha chizgan darajalarda mana ko'rdinglarmi? Давайте o'chirib turaman sizlarga aniqlik bo'lish uchun. To есть H1da nima qildim? Bu to'xtagan nuqtani belgilab oldim. To'xtagan nuqtada H1da men объемni topdim. Mana объем. To есть bu harakatga nisbatan, mana bu harakatga nisbatan mana 1 2. Bu harakatga nisbatan mana объем menda. Minimumini belgiladim. Maksimumini belgiladim. Mana bu shamchani, yashil shamchani. Ko'ryaptimi ekran? Ekran oz. Четко. Ha, bo'ldi. O'ttilik, uzun. Endi texnik no. Endi qaranglar, H1da belgiladim, to'g'rimi? M15 da entry o'rgatyapman sizlarga.
M15 ga o'taman. Bizda bu buy zona, to'g'ri? Tak, indikatorni yoqaman. Mana shu zonada indikator nima beryapti menga? Buy beryapti. Buy Buy beryapti. Bo'ldi. Shu strategiya asosida tuzilgan bu indikator. Xo'p. Entry ahamiyat beringlar. Kirish nuqtasi tak 32.75. Birinchi take profit 33.01. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, bu imbalanslarni ham chizadi. Mana bu imbalans qora-qora bo'lib turibdi, ko'rinyaptimi? Bu imbalanslar. Imbalansga bir marta yaqinlashib, shpilkasi yoki tanasi tegsa, o'chib ketadi. Bo'ldi, men bu imbalansni boshqa ishlatmayman. GAN strategiyasi bo'yicha ham o'zi ma'lum bir narsalarni chizadi. Mana ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, mana oq chiziqlar paydo bo'lib qoldi. Sizlarmi? Mana oq chiziqlar. Mana darajalar. Lekin narxda ko'rsatmaydi. Nimaga? Chunki ma'lum bir strategiya bu yerga qo'shilgan. Xo'p, okey. Birinchi teki bu, ikkinchi teki bu. Mana o'zi chizib ketyapti nima bo'lishi haqida. Ko'ramiz. Streamimiz tugaguncha tekka keladimi, yo'qmi? Mana pastda imbalans chizdi mana. Agar kimda scalp bo'ladigan bo'lsa, M5 ga o'taman. Nechta qanaqa signal bor ekan? Tak, подтверждение ikkita signal bor. M5 aytayaptiki, menga indikator возможно разворот deyapti. Birinchi tekini oldi. То есть, mana bu joyda signal berdi. Shamcha yopildi. Men bu shamchadan buyga kirdim. Buyga kirish nuqtam mana bu nuqtada bo'ladi. То есть 32.63 da birinchi take profitim mana bu oq chiziqda bo'ladi. Mana tekis chizgan joyi kerak menga. Bu joy emas. Mana tekis chizilgan joyi. Mana tekis chizilgan joyi. Hop, bu 32.96 narx bo'ladi. Ko'ramiz qanchalik atrabotga bo'ladi. Xo'p. Okey. Endi strategiyaga qaytamiz. Kimda nima savol bor, qaysi joydan boshqatdan tushuntirib bering. H1 yopilibdi. Yopildi H1. Okey. Tak. Bo'ldi mana. Birinchi bizda signal bor. Mana. Minimumni belgilab qo'yamiz. Maksimumni belgilab qo'yamiz. Bo'ldi. Histogramma bormi? Полноценныйmi? Полноценный. Okey. Yana bitta narsa esimdan chiqibdi. Xo'p. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, menda tillanib pastlashligi bu joyda bir nechtasi turibdi. Hammasida bu histogramma har xil ko'rsatib qolishi mumkin. Shuning uchun tekshirib turinglar. Tak. Kimda nima savol bor? Qaysi joyga tushunmadinglar? Strategiya o'zi qiyinga o'xshaydi, lekin juda ham sodda, oson. Nimaga? Qaranglar. Tak, kichkinaroq time frame'da zo'r ko'rinadi. Mana shundan tushuntirib bering. Ya'ni bu maksimumdan bu minimumgacha harakat to'xtadi, minimumi yo'qmi? Harakat tepaga boshlandimi? Men uchun mana maksimumgacha harakat yetib keladi. Bu harakatni yengilab bo'ldimi? Orqaga harakat boshlanyapti. Bo'ldi, men mana bu o'sgan harakatda qaysidir joyda to'xtashini buni kutaman. To'xtamasdan razvorot bo'ldimi? Bo'ldi, keyingi harakatga ahamiyat beraman. Mana bu harakat. Endi birinchi harakat, ikkinchi harakat. Harakat qaysi joyda to'xtadi? Mana bu biza topgan ob'yomda to'xtadi. Bundan keyin davom etishi mumkinmi? Etishi mumkin. Qaysi joygacha? Mana bu joygacha. Yana sell trend boshlanadigan bo'lsa, ya'ni harakat palmatseni o'zini topadi.
harakat boshlangan joyga harakat tugaydi. Xuddi shu o'suvchi trendda. Ya'ni mana bu joydan harakat boshlangan, tugagan. Harakat boshlangan, mana полноценный oluvchi ham, sotuvchi ham bu yerdan o'yindan chiqib ketgan. Oluvchi bilan sotuvchi qayerda hozir? Mana bu harakat bilan, mana bu harakatda turibdi. Kimdir bu joyda sotib olganlar, mana bu joyda o'sha fiksatsiya qilib bo'ldi deyman. Globalniy past olganlarniki turgandi. Bu joydagilar fiksatsiya qachon qilishi mumkin? Ya'ni harakatni bu joyga biz kutadigan bo'lsak, mana bu joyda полноценный keladi. Bu o'yinchilar harakatini fiksatsiya qilib oladi o'sha. O'sha vaqtda sotishni boshlagan razgruska. Strategiya shundan iborat. Bu joydan razgrusk bo'ladigan bo'lsa, mana keladi. Bu maksimum proboy zakrepleniya bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyga boradi. Bozor harakati shunaqa, ortiqcha narsa yo'q. Ishonmasanglar, для начала H1 time frame'da ko'rib ishlatib ko'rishinglar mumkin. Men hozir bu narsani D2 dan boshlayman. D2 dan. Ob'yomni qarayman, harakatni belgilayman, bo'ldi. D2 dan tushib kelaveraman. D2 H12 mana ob'yom. Tak, H8'ni ushlab qo'ygan joyi. Shamchi yopilmadi. H6, ya'ni nimadir qidiryapman. Menda nima bor mana? Indikator yoqadigan bo'lsam, hozir bu yerda menga imbalansni ko'rsatib bersa kerak. Ya'ni razriv, mana impulsni shamni. Mana nimaga ko'rsatmadi indikator mana shu joyda? Mana bu bo'shlig'i. Ko'ryapman. Yopilganiga nimanimcha? Nimaga ko'rsatmadi? Chunki ishlab bo'ldi uje, o'chib ketadi, bo'ldi, chalg'itmaydi. Chunki bu zonaga uje bir marta kirib bo'ldi mana. Ko'rdinglarmi shpilka bilan? Shuning uchun o'chib ketadi, men boshqa chalg'imayman unga. Ko'pchilik nima qiladi? U imbalansni, ya'ni bu BPC'ni bir marta kelganda ishlatadi, 2 marta kelganda ishlatadi, 3 marta to'ylash prinsipi bor uni. Assalomu alaykum, Eldor aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Eldor aka, shunday ob'yomli yashil chiqsa, bayga selga beradi-ya. Selga beradi-ya. Rulga ketib sal, ro'q eshitib qoldim. Yo'q. Yo'nalishga ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Zapis bor, zapisni jo'natib qo'yaman. Faqat bugun emas, ertaga. Zapis qo'yamiz. Zapisni bosib qo'ydim birodar. Buni asosan shu H1dan balandlik ko'ramiz, ob'yomdagi. Yo'q. Qarang. Men D2 dan boshlayman. Endi ko'pchilikda D2 bormi yo'qmi bilmayman. Bu platniyda bor. Men sizlarga aytayotganim D time frame'da направленияni ko'ra olasizlar, ya'ni yo'nalishni ko'ra olasizlar. Yo'nalish qayerga? Keyin поддержка сопротивленияni, ya'ni belgilab olganinglardan keyin H4 ga o'tasizlar. H4dagi harakat boshlangan nuqtalar bizga qiziq. Ya'ni mana bu nuqtalar. Mana 1 2 3. Ya'ni menga impulsli harakatlar kerak bo'ladi. Ya'ni valna kerak. Mana valna, birinchi valna to'xtadi, harakat yo'q. Yana bitta valna mana. Uchinchi valna to'xtadi vaqtda, mana bu 5-valna, Elliot bo'yicha. Bo'ldi, valna to'xtadi. Ana endi shu valnani menga yopilishi qiziq. Yopilishida mana bu yerda ob'yomli shamchilarga orientir olib, men pozitsiya qarayman.
H1 da belgilab olasizlar, M15 da entry qilasizlar. Aha, tushunarli aka. Aha, tushunarli aka. Rahmat. Rahmat. Savol bo'lsa, agar gapirib berishga uyalsanglar, lichkada yozsanglar ham bo'ladi. Faqat tushunarliroq bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Assalomu alaykum Eldor. Va alaykum assalom. Bu strategiyada ishlashda vaqtlarga ahamiyati bormi? Nimaga ahamiyati bor? Vaqt sessiyalarga ishlagan yaxshimi yoki New York sessiyada ishlagan yaxshimi? Sessiyaga ahamiyati yo'q. Bugungi kunda o'zi bozor ko'pincha holatda New York sessiyada zo'r yuradi. Endi buni hammamiz bilamiz, lekin oxirgi paytlarda Aziyat sessiyada harakat zo'r bo'lyapti. O'z holatiga qaytib oldi. Soat shu London sessiya kirib kelgandan boshlab bemalol darajalarni belgilab olib ishlatishingiz mumkin. Soat sessiya kirib kelayotganda 5 minut oldin, 5 minut keyin ahamiyat bersangiz, ko'pincha shu darajalarda reaksiya beradi. Давайте bugun hozir shuni testini ham qilib ko'rishimiz mumkin. Bugun soat 3 dagisi reaksiyasini, mana 3 dagi svecha, sell svecha darajada ko'ramiz. M15 da reaksiya berganmi yo'qmi? Flat holat mana. Va pastga bir darajani buzib ketib, hozirgi holatida buy zonada turibdi. Sessiya kirishidan oldin, sessiya chiqishidan oldin. Plus yana yaxshi bo'ldi shu savol. Ko'pchilik H1 kutib o'tiramanmi deydi. Eng oddiy variant bor. To есть strategiya H1 soat bilan, ya'ni time frame bilan bog'liq bo'lgani uchun 60 minut, to'g'ri? Budilnik qo'yib qo'yinglar 55 minutga. To есть 55 minutda bir marta grafikka qaraysizlar. To есть H1 yopildi, mana hozir 48 minut bor. 45 minutga budilnik qo'ysanglar hozir 45 minutga. 3 minutdan keyin mana bu svecha yopiladi. To есть tasdiq qidirib keturasizlar. Bormi tasdiq? Bayga ochasizlar. Sellga bormi? Sellga ochasizlar. Qulaylik tomoni ham shu. Hozir shunda oxirgi minimumni ochishimiz kerak. Tana bilan buzib qo'ysa, Sellga M15 da tasdiq qidirishimiz kerak bo'ladi, ma'lum bir formatsiya bo'yicha. To есть bilgan поглощенияmi, pin barmi yoki flagmi nima bilsanglar, entry qidirib keturasiz. Mana bu hozirgi oxirgi tushib kelgan shamchani minimumi, to'g'rimi? Mana qizil ob'yom. Keyingisi yashil. Sellga bitim bormi hozir bizada bu joyda? Yo'q. Nimaga? Chunki mana bu tushib kelgan trendni mana bu yashil shamcha ob'yom bilan to'xtatib qoldi. Ana endi bizga daraja bilan 32.96 daraja qiziq. Agar keyingi shamcha bu darajani полноценный H1 da tana bilan yengillaydigan bo'lsa, sellga bitim qidirishimiz kerak. Agar tepaga tana bilan yengillaydigan bo'lsa, razvorotga bayga bitim qidirishimiz kerak. Agar bayga bo'ladigan bo'lsa, birinchi keladigan nuqtalari ma'lum. Qaysi? Mana ammo ob'yom shammi, maksimumi yoki minimumi. Ya'ni shuni ichida harakat to'xtaydi, baribir to'xtaydi. Mana bu to'xtaydi. Agar boygindagi holatni ko'radigan bo'lsak, pastga buzib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni bu уже отработан. Ya'ni mana bu harakatni qidirishimiz kerak. Mana shuni ichidagi ob'yomni qidirishimiz kerak. U ob'yom birinchi keladigan joyi
Mana o'zini hozirgi turgan nuqtasi. Keyingi nuqtasi, ya'ni bo'ldi, harakat boshlangan, ya'ni shu harakatni yaralishiga sababchi bo'lgan объем mana bu shamcha bo'ladi. 1 2 mana bu shamchani oldim. Ya'ni bu 32.27 32.13. Mana shu joyda harakat xohlasa ham, xohlamasa ham 5-7 punkt reaksiya beradi. Qaysi holatda reaksiya bermasligi mumkin? Qachonki agar hozir uzoq bokavikda tursa, bu impuls bilan olib tushib ketadi. Bo'ldi. Agar bitta shamchalar bilan kelsa, shu darajada reaksiya beradi. Agarda grafik qilgan bo'lsak, shu joyda galova tashlash mumkin. Hozirgi holatidan Ha? da mumkin. Galova plicholarni aygami selgami? Selga. Mana o'zi galova yasalgan, bu chekadagi plicho degan bu tomonda bitta plicho yasaydi, shu bilan selga kerak. Erisa ham har saytdan o'tib ketgan edi. Qaysi time frame-da RSI o'tib ketgan? Hashturda. O'shaning uchun sel berdi. Hashturda mana bu holat turibdi. Mana birinchi yelka, galova, no, yelka yo'q. Agar yelka shakllantirsa qarasak bo'ladi. O'sha bitta yelka chiqadi. Agar H1 ga oladigan bo'lsa, buni o'chirib turaman. Примерно o'sha kelar. Da. No, tangani ikkinchi tomoni bo'lishi mumkin. Har doim mana bu yaxshi harakatdan keyin zo'r impuls bo'ldimi mana? Zo'r impuls bo'ldi. Mana shu harakatni yarimigacha harakat har doim holat qaytishga harakat qiladi. Mana birinchi yelka deb oladigan bo'lsak, mana bu agar bosh shakllansa, keyingi yelka shakllansa, bu teskari tarafga shakllanib ketishi ham mumkin. Bu holatni ham biz esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Mana bu harakatdan keyin razvorot bo'lishi mumkin. Lokalniy trendga ahamiyatga bo'lsa, ya'ni shuncha ichki trendga mana maksimum, minimum, maksimum. Trend shuncha. Qachon ko'ra olamiz? Qachonki bitta minimum, bitta maksimum mana bu holatni ko'rib, biza ma'lum bir harakatning o'zgarishiga tasdiq oladigan bo'lsa, unda plus mana bu объемni qo'shib ishlatishingiz mumkin. Mana hech qachon shoshmanglar, ko'rdinglarmi? Holat любой moment xohlagan tomoniga o'zgarishi mumkin. No, men uchun полноценный bayga yaxshi nuqta, agar bayga kimdir qarayotgan bo'lsa, hozir qaraymiz. Men grafikimni ochib olaydi. Eldor aka, yana bitta savol bor. Bemalol. RSI 80dan o'tgan poligon 50% beradi. RSI to'g'risini aytsam, dnevnoy yoki недельный time frame'da qarayman. H1, H4 da qaramayman. Chunki RSI ozgina kech qoladigan ostsillatorda u. Chunki sizga razvorotni keyin berishi mumkin. Mana bu joyda RSI qaragan bo'lsangiz, mana bu joyda sizga signal bergan 80. Mana bu joyda. Mana bu joyda. Agar pastdagi hozir ostsillatoringiz yoqadigan bo'lsangiz, 80 mana bu darajalarga to'g'ri keladi. 33-76 larga to'g'ri keladi. Agar 80dan o'tib qachon bergan edi-da? Keladi. Shunga so'ragan.
unga ma'lum bir narsani kombinatsiya qilib ishlatganingiz maqsadga muvofiq. Agar H4 da qarayotgan bo'lsangiz, unda mana bu oxirgi maksimumlarni birlashtirsangiz, RSI da уже закругление boshlayotgan bo'lsa, ya'ni mana bu 80 da 80 do sekin harakat boshlayotgan bo'lsa, bu maksimumga ham yaqinlashib qolgan bo'lsa, mana bu joyda siz sellga nuqta qidirsangiz bo'ladi 50% gacha. No, mana kasani ko'rishingiz kerak siz. Kasani bo'lmasdan bu impuls korreksiyadan keyin mana bu bir xilda yetmay qolishi mumkin. Yetmay qolganda mana bu RSI sizni aldab qo'yadi. Chunki bu yetmasdan probol qilib qo'ysa, bu 80 da qotib qoladi, zamedlение bo'lib. Chunki bu hisob kitob qilolmay qolishi mumkin-da, nechtadir shamchadan keyin. Shu joyiga ahamiyat bering. Tillada bizni agar razvorot qidiradigan bo'lsak 31.99 tak 31.99 okey. Keyingisi 31.84 tak 31.84 okey. Mana shu zonadan men bayga nuqta qidirib ko'raman. Xohlasanglar yozib olinglar, xohlasanglar eslab qolinglar. O'tgan safar 32.75, 33.96, 3508 daraja sizlarga bergan edim. To есть 3500 psixologik. Bitcoin 85, 88, 89 nechida turibdi? 92 da turibdi. Xo'p, Bitcoinda razvorot 98, 99 larda. Agar Bitokda kimdir qiziqish bildirayotgan bo'lsa. Xo'p, tillada razvorot aniqladik. Tak, более lokalni ishlash uchun 32-36 опасный daraja, ну давайте hozir ko'ramiz 32-36. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, Instagramlarga to'xtalib o'tsin. Hozir masalan aniq darajalarda o'shada men yaxshi tushunmay qoldim. Ularni masalan qaysi biri yaxshi million bo'ladi, yig'ish bo'ladi, yig'ish kattaroq bo'lsa, yig'ish bo'ladimi? Va o'sha darajalarga yo'q, limitga bo'lmaydi. Aka, tasdig'i bilan lучше eng zo'ri boya aytdim-ku. Ko'p vaqt talab qilmaydi, ya'ni 60 minut bitta svecha. 50-55 minutga budilnik qo'ying, darajada aniqlab olgan darajangizda полноценный M15 ga o'tib, tasdiq bilan shamcha yoki figurada ishlayvering aka. Limitga qo'yib ishlamang. darajaga kelgandan keyin bizni kerakmi aka? Da. Instagramlarda yaxshi shokir ishchon. Oz uzilib qoldi. Instagramdan nima qilib bering? Bularda masalan yaxshi ko'rsatishni qaysi ko'rsatishni qaysi Instagramlarda tushunmay qoldim. Mana ahamiyat beradiganingiz eng balandlariga birinchidan ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi va shu narsa yaralayotganiga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni holat qaysi joydan shakllanishi boshladi. Agar tepadan ahamiyat beradigan bo'lsak, mana bu Instagramdan sell harakat boshlangan. Keyin oralarda yashil bor, bu yashilni kuchi yetmadi. Nimaga? Chunki keyingi oxirgi men ob'yomga Instagramga olib keladigan bo'lsam, mana bu oxirgisi, to'g'rimi? Buni men nima qilishim kerak edi?
minimumiga maksimumiga daraja qo'yishim kerak bo'lardi. Bay объем kirdi mana. Uni yorib o'tolmaydi, bo'ldi, kuchi yo'q. Yorib o'tolmasligi ham aniq, chunki bu joyda yana bitta объем turibdi mana. Buni minimumi va buni maksimumi. Mana. Bo'ldi, bu o'ziga sell zona yaratib oldi. Darajasidan ham sellga kirib ketsangiz bo'ladi, но bu опасныйda, u agressivniy. Hali praktika kerak bunda ishlash uchun. Men darajasidan kiraman lekin sellga. H1da mana Instagrammalar masalan aha yig'ilib Instagrammalar yig'ilib rodyanim yig'ilib qolsa nima deganimi deysiz? mana bir xil qizil o'sha объем ko'p bo'ladi ekan. Qani yig'ilib qo'ygan? Hamma joyda yig'ilib turadi-yu. Masalan kvadrat demak объем Yo'q. Ko'p, kam degan joyi yo'q bu yerda. Единственный ahamiyat beradigan joyingiz impulsli sham. Mana 3 ta shammi? Birinchisi полноценный sham, ya'ni hajm nisbatidan, ya'ni razmerisidan. Bir xilda kichkina bo'lib qoladi, yana kichkina bo'ladi-da, mana bunaqa sham kichkina bo'ladi, lekin gistogrammi uzun bo'ladi. Bu ham объемный sham. Bu skrytый игрок. Ya'ni mana bu ham игрок mana. Pimba. Bundoq qiling, okey? Mana. Boshiga. Do gistogrammani kichkinalashtirdingiz ekranni. Do o'rtacha hajmini oldingiz. Daraja qo'ydingiz. Mana daraja qo'yib oldim. Eng chiqib qo'yganlari bor mana. Birinchisi hozirgisi, davayt kerak emas. Mana birinchisi. Mana ikkinchisi, eng balandlarini olaman. Oxirgi 3 ta 4 tasi yetadi. Mana balandlarini olaman. Davayt o'chirib eng balandlarini. 1 2 3 4. Bo'ldi, oldingiz. Hop, belgilashni boshlaymiz. Minimumi, maksimum. Bo'ldi, bizga bu kerak emas, o'chirib turamiz. Keyingisi. Minimum, maksimum. Hop, keyingisi. Minimum, maksimum. Mana sell zonalar, okey? Mana eng kattalarini boshiga olib ishlatib ko'ring. Videoni bitta ko'rsangiz, yana aniqroq tushuncha olasiz. Mana sell zona. Agar tepaga harakatlanadigan bo'lsa, har bir zonaga kirganida proboyiga ahamiyat bering bo'ldi. Mana shu joylardan reaksiya beradi. Baribir reaksiya beradi. To'g'ri, mana bu joyda men bitim ochdimmi, bu joygacha men bitimni ushlashga harakat qilaman. Endi tushib ketayotganda, harakat tushib ketayotganda, bo'ldi, mana bu dagi объем qiziq emas bizga. Bo'ldi, buni yopib bo'ldi bu. Ya'ni mana bu harakatni, bu harakat yopib bo'ldi. Mana bu dagi объем bizga qiziq emas. Bizga mana bu dagi объем qiziq. Mana shu ichidagi. Davayt buni ham topib olamiz. Mana birinchisi, men minimumiga qo'yib o'tirmayman, faqat maksimumiga qo'yaman. Mana hozir shu joyda turibdi.
oxirgisiga ham agar ahamiyat beradigan bo'lsanglar, buy zonada mana mana bu shamchani buy zonada oldim. Mana bu shamchani. Mana harakat boshlandi va buy zonaga kirdi. Mana minimumida 0.0 nima qildi? Mana zonada, mana buy zonada buychi o'zini darajasini himoya qilib nima qildi? Olib chiqib ketdi. Yaralish qanaqa bo'ldi? Mana birinchi ob'yom kirdi, kuchi yetmadi. Mana bu shamcha. Maksimumiga ahamiyat beringlar. Shuchi ob'yomga ahamiyat beringlar, mana bu ob'yomga. Nima qildi maksimumida? Mana proboy qildi, mana proboy. M15 da mana shunda entry bor. Даже mana bitta ham entry bor. Mana bu bitta bor, bitta entry. Plus mana bitta entry bo'lishi kerak. Mana bu. Давайте M15 ga olamiz. Va indikatorni yoqib ko'ramiz. Bu nima deydi bizga? Mana entry ko'rdinglarmi? Mana entry. Поглощение ham bo'lgan ekan. Da, xuddi shunaqa ishlatib ketaverasiz. Qani поглощение yo'q bu yerda. Mana bu поглощение emas bu. Qizil shamni shpilkasi yashil shamdan pastda. Agar shpilkasi pastda bo'lganda, okey, поглощение. Может M5 da bordir. Поглощение. Давайте M5 ham ko'ramiz. Tak, yo'q, M5 da ham yo'q. Tushunarli bo'ldi endi menimcha ancha. Shunaqangi paytlar masalan bo'lmagandan keyin Просто darajadan kirsangiz bo'ladi, no полный agressivniy risk. Boshida o'rganish jarayonida tasdiq bilan kiring, keyin o'zi mana harakatdan tushunib olasiz qaysi paytda qanaqa kirishni. Mana hozir yana sell zona yasayapti. Mana bu bo'lib bu harakat boyagi sizlarga aytgan darajalarimga yaqinlashish ehtimoli bor. 32-36 edi, keyingisi 31-99 edi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, zo'r. So'ngsiz. Aka, bayzoni bor deyapsiz. 99-89 da. Aha. Undan agar bizga o'tib yana borsizda bormi? Tak. Hozir ko'ramiz. Bor. O'sha e'tiboralismi bor. Uzoq muddatga olib qo'ymoqchidim aka. Uzoq muddatga hali bor. Tak, agar boyaga aytayotgan zonamni buzib qo'ysa 31-65 bor. Ideali. No, kecha kelmayman. No, давайте mana bitta narsadan tekshirib oling. Tak. Ideali uzoq muddat masu 20-25 punkt yuradi 3200 dan. Bu boyagi 3199. Agar undan ham pastdagisi уже 3105. Endi to'liq razvo bo'lishini hech kim bilmaydi aka. Ana mana yaxshi zona. No, mana H1dagi yoki H4dagi W ni hamma kutadi buni. Retest bermay ketganini. Bu yerda hamma bay ochadi, mana bu yerda.
Mana shu joyda ehtiyot bo'linglar. 2022da. Aytib, shu kuni hamma kanalni kuzatinglar, hamma bay kiradi mana shu yerda. Bo'lishi mumkinmi Razorov? Bugano bo'lmadi aka. Nima bo'lmadi? Ana $100 balasi islamoqda. O'shanga bugun anaqa signal berilmadi aka. Yo'q. Streammi? Ha. Bugun ulgurmadik streamga. O'tgan safar streamda dollar funt bergan daraja mana sell zonam esinglarda bo'lsa mana. Sizlarga aytdim, mana bu yerda informatsiya bor, mana darajasi. No, ahamiyat bersanglar H1 adyomlar ham. Nima bo'ldi? Berdimi reaksiya? Plus H8 kimdadir yo'q, давайте H4 ga olamiz. H4 da yo'q ekan. H8 da поглощение turibdi-da mana. Mana. No, H1 da ham bemalol ishlatsanglar bo'lardi. Keyin qaysidir valyutani aytdim. Dollar Kanadamidi? Buy pozitsiya edi bu. Lekin unaqa yurmaydi-da, esinglarda bo'lgan bo'lsa. Kimdir yana nimadir so'rovdi, o'sha esimda yo'q. Kuzatinglar, daraja qo'yib qo'yinglar. Ortiqcha narsa emas u. Eldor aka, keyin boshqa yevro dollar masalan. Yevro dollar degan ovozingizni eshitdim bo'ldi. Aka, qaytarib olasizmi iloji bo'lsa? Boshqa yevro dollar o'tib Instagramdan katta darajalar beralasizmi? O'rgatib yana. Mana yevro dollar o'tgan safar mana shu yerdan sell zonaga aytgan edim sizlarga, esinglarda bo'lsa, xuddi shu Instagramga qarab aytdim mana. Katta sellga shu yerda mana. Mana sell zona. Xo'p, o'tdinglar, bu nima ekan? Wanda ekan bizada. Tak. Kerakmi menga bu? Mayli, o'chirib turamiz. D time frame'da o'suvchi harakat qayerdan boshlangan? Tak, birinchisi bu yetarli. To'xtagan joyi bu. Hop, H4 ga o'tamiz. Harakat boshlangan joy. Hop, H1 ga o'tamiz. Hop, harakat boshlangan joy bu, harakat tugagan joy bu. Harakat boshlangan nuqta объем ahamiyat beradigan bo'lsam, mana ob'yom mana. Eng baland. Hop, buni nima qildi? Probol qilib bo'ldi. Hop, keyingi aniqlaydigan nuqtam mana. 1 2. Hop, holatga qarashim kerak bo'ladi. Bu joyga yetib kelmadi. Menga nima qiziq? To есть pastga, ya'ni sell shortga bitim qidirish kerak bo'ladi. Shortga ob'yom darajasi mana Instagramning oxirgisi, mana minimumi. Bu maksimumi. Sell zonada turibdi. Xohlasak ham, xohlamasak ham. Nimaga? Chunki mana bu yerda sell bor mana. Mana sell zonada. Paka buni bu yorib o'tmas ekan, buy yo'q bu yerda. Xo'p, endi prioritet sellga qarashimiz kerak. Sellga qarashimiz kerak. Qayergacha keladi? Birinchi keladigan joyi mana bu поддержка. Keyingi keladigan joyi o'zi mana bu поддержкасы ekan, mana bu ob'yomga nisbatan. Mana bu ob'yomga nisbatan mana minimumi, maksimumi shundoq ham поддержкада turibdi. Bu juda ham oddiy. M5 ga o'tamiz, M15 ga. Bormi sellga nimadir qidiramiz shu zonalardan.
eski, ya'ni mana biz birinchi yaralgan sell zonadan mana sellga signal mana bu. Kimdir biladi buni, kimdir bilmayman bo'lishini 50-50 давайте belgilaymiz. M15 ga o'tamiz. Mana nadgrobe darajada pips sellga signal bor. Mana sell zonada sell keladigan joyi ma'lum. Давайте ko'ramiz bunda signal bormi menda. Mana ideal. Ko'rdinglar? Shu indikatorni qayerdan olsa bo'ladi? Hop. Indikator bu avtorskiy hisoblanadi. Meni indikatorim bu. Meni strategiyalarimga asoslangan holda buni kirish nuqtalari bor, kirmaydigan nuqtalari bor. Mana bu yerda bayga kirilmaydi mana bu tilda. Kirilmaydigan joyi bor. Indikatorni qayerdan olsak bo'ladi? Xo'p. Indikatorni mendan olasizlar. Lichkamga yozsanglar, ishlash tartibi nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi? Ma'lum bir yana strategiyalari bor, uni o'rgatib, keyin indikator berishim mumkin. Indikator tak tilada ishlaydi, bitokda ishlaydi. Tak hozir давайте yo'qman. Bitokda ishlaydi. Hop. Любой savdo instrumentida ishlaydi. Xolos, S&P 500 da ham ishlayveradi. Okay, bu Efir. любой time frame'da ishlaydimi? Любой time frame'da ishlaydi, lekin ko'pchilik sabri yetmaydi u time frame'ga. Mana H1 time frame ko'ramiz, sell pozitsiyani. Qaysi pastda сейчас. Indikatorga? Ovoz uzilib qoldi. Lichkizga yozsak, tushuntirib berasizmi? Da. Birinchi ссылка jo'nataman, birinchi tushuntirib beraman, ссылка jo'nataman, ссылка orqali indikatorga подписка bo'lasiz. Tak, mana bunaqa tarzda bo'ladi, hozir ko'rsataman. Mana bu yerdan ссылка jo'nataman sizga. Bunga подписка bo'lganingizdan keyin dostуп beraman. Keyin bemalol ishlab turasiz. Qodir Ahmad aka. Ha, bemalol arziydi. Narxi lichkaga yozsanglar javob beraman. Tak, strategiya bo'yicha kimda nima savol bor? Tushunmagan bo'lsanglar bemalol so'rovinglar. Manfaatli bo'lsa xursandman. Ishlatdinglar. Va alaykum assalom. Mana strategiya bo'yicha boshqa savolim bor. Uzoq savdo to'g'risida berdi. O'sha bo'yicha. Okey. Hozir oltin real o'sib ketdi. Ram joriy qilgan bozlar sababida. Hozir hech qanaqa bir asossiz ancha tashqari tushib ketdi. Asos bor. Xo'p, siz o'zingiz ham uzataman kanalni to'g'rimi? To'g'ri, xo'p. Hozir o'sha bo'yicha hozir oylardan keyin aniq bo'ladi bojlar yo o'shangacha uzoq muddatli olmay turgan yaxshi yo olish kerakmi? Qanday fikringiz? Xo'p, uzoq muddatliga men avgust oxiri, sentyabr boshlarida pozitsiya qarashga
nuqta точка входа qidirishga tushaman. Nimaga? Chunki endi hech kim bozorni bilmaydi-yu, ma'lum bir ahamiyatli faktorlar bor. То есть 20, давайте yaqinrog'idan boshlaylik. Mana 0.4 mi? 0.4. Tak. 0.4 bo'lsa, 20-25 apreldan boshlab, tak, ближайший трек boshlab 2550 ga 2550 mana. Давайте, birinchi nuqta. 2550. Shu kungacha, shu kislogacha, shu narxga kutayotgan odamlar bor edi, mana yetib kelishiga ozgina punktlar qoldi. Keyingi buni darajasi qirto mana. Xo'p, endi ma'lum bir konstruksiya bo'yicha bu may boshi, may o'rtalariga yetmasdan turib 3000 narxga aniqini aytadigan bo'lsam, birinchi 3100, keyingisi 3000. Bu ma'lum bir birjoviy konstruksiya bo'yicha aytmoqman. Shu harakatga kutayotgan yirik investorlar bor. Mana bu darajaga. Ana endi hozir 3200, 3184. Boyaga aytgan nuqtalarimda 3184, давайте 3180. Давайте mana shu olaylik. Mana shu nuqtadan 3508 ga kutayotgan investorlar bor. То есть ma'lum bir konstruksiya bo'yicha moliyaviy bozor ishtirokchilari shu trendni xohlayapti. O'zini strategiyasi bo'yicha ma'lum bir savdo fondlar mana bu holatni xohlayapti. Men o'ylaymanki, mana shu nuqtada qaror qabul qilinadi. Lekin Ben bu tushundim. Eldor aka, boyagi o'sha Xitoyda javob sanksiyasidan keyin realni ko'tarib ketdi-da. O'shanga konstruksiya bor edi. Qarang, konstruksiya bo'yicha, men sizga aytaman, konstruksiya bo'yicha tak, men katta time frame olaydi. Konstruksiya bo'yicha oyda tillaga 3600 ga zakladga bor edi, ya'ni kutayotganlar bor edi. U sanksiya yokida ma'lum bir zapret, u oldin bozor ko'p narsani oldindan o'z ichiga oladi. No, u grafikda ko'rinmaydi-yu, ma'lum bir boshqa joylardan предположение qilish imkoni bor. O'tgan safar предположениeni ham shunga asoslanib aytgan edim. Bitcoinda esinglarda bo'lsa, mana haligacha ham chizilib turibdi mana. Streamimiz bizada 84 dan pastga o'tmaydi degan edim. 84 birinchi keladigan joyi 87-88, keyingisi 90. Hozirgi kunda 94 da turibdi mana narx. H1da strategiya bo'yicha ham qaraydigan bo'lsak, mana shu darajani mana birinchi ob'yom, mana birinchi ob'yom. Mana 1 2 minimum maksimum. Proboy yengillanmadi, buy zonada turibdi mana. 1 marta, 2 marta, 3 marta mana bu harakatni boshladi sellga. Kuchi yetmadi, darajaga yetib kelgan. Proboydan keyin mana ob'yom yo'q.
bitta объем bor mana bu единственный. Mana shu joyda M15 dan давайте hozir shu joyga belgilaymiz. Mana bu объем. Mana 1 2 M15 da mana shu точка входа qilsak bo'lardi. Ketdi уже keyingisi mana объемli sekin nima bo'lyapti? Ko'payib boryapti. Plus mana ответ. Mana shu joyda давайте ikkita nuqta bor menda. Birinchisi mana bu nuqta bor. Ikkinchisi объем bo'yicha mana bu joyda menda точка входа bor. Endi men chizib o'tiribman, уже qarab bilaman. Mana 3 ta. Ko'ramiz. M15 da menda bir uzun manaqam bo'yicha kirish bormi? Mana. Ikkita nuqta bor mana. 86, 87. Bo'ldi, proboy ketdi. Tillada ham xuddi shunaqa holat, aka. Долгосрочный. Хорошо. Bu misol uchun o'sha urushni mana shu bozoriga daxli ahamiyatli darajada ma'lum bir yirik fondlarga shu shum kerak bo'ladi narxni tushirib olish uchun. O'tgan safar ham aytdim, mana S&P 500 dagi mana bu shum o'sha house bundoq bo'lar ekan degan narsa ma'lum bir foizga mana bu korreksiya kerak edi. Necha oylab yig'ilgan narsa necha kunda bo'ldi? 2 kunda, qarang. Bu искусственный mana. Bu qayta joyi chiqib qoladi. O'tgan safar ham aytdim. Mana bakavikdan keyin bu qayta oladi joyiga. Bu davlatlar aro turdi, aniq bo'ldi, aniq bo'lmadi, ertaga hal qilamiz, bu hal qilamiz degan narsa ma'lum bir melki igroklarni bozordan chiqarib yuborish maqsad. Ya'ni yiriklari qoladi faqat. Mana bu tilladagi korreksiyalar mana bu globalniy trendda, mana bu globalniyda. Mana bu korreksiyalar melki igroklardan ozgina yuqoriroqlariga shans beradi mana bu sotib olishga. Shuning uchun trend bo'ylab harakat qilganimiz ma'qul. No, kimdir yana shu anaqaga qaytmoqchiman. Mana bunaqa zo'r trend ushlamoqchi bo'lsa, sabri yetsa, ushlayman, olayman desa, har qo'ylari. Buni nuqtasi endi oldindan men bir narsa deb qo'ymay, no, o'zim birinchi kutayotgan joy mana bu nakapleniya zona bo'ladi. Mana bu yerdan men ma'lum bir razvorot qidiraman. Mana shu nuqtalardan ma'lum bir razvorot qidiraman 5000 gacha. Dekabr oylariga dizmindor aka. Sentyabrda mana ishlarda men razvorot qidiraman. Bu birinchi nuqta. 2700, 2600. Bu birinchi nuqta. Ikkinchi nuqta proboydan kelgan. 2600, 2500. Bu nuqtani o'tkazib olsam ham, men bu nuqtadan ham qo'rqmasdan kiraveraman. Qanchalik korreksiya past bo'lsa ham. То есть обязательно stop qo'yaman. Nimaga? Chunki meni maqsadim 5000 bo'ladi. Agar приблизительно hozir ma'lum bir konstruksiya bo'yicha hozir agar qila olsam shu ishni, давайте sentyabr kerakmidi menga? Давайте sentyabr, oktyabrni prioritetini загрузка qilishga harakat qilaman.
Да, где-то 2700-2600 pasi. Так, tepa. Birinchi idealniy keladigan joyi 4030. No, men 5000 ga kutaman. Eslab qolinglar xohlasanglar. Tak. 5112. Besh ming bir yuz o'n ikki. Idealniy buni kutayotganlar где-то mana shu zonalardan qaraymiz, impulslardan. No, ancha manipulyatsiya qilib olib chiqadi. Xuddi 2000 da olib chiqqandek manipulyatsiyada mana bunaqa ancha yuradi. Uncha odam chidolmaydi bunga. Mana qaranglar, давайте ham ularga qilib turaman men. Bir, ikki. Bu bakalikka uncha odam chidolmaydi. Mana bu. Noroz mana shu yerda уже boshlangan harakat. Hoppa. Savol bo'lsa, savol beringlar. Savollarga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Savollar yo'q bo'lsa, bugungi suhbat uchun hammaga rahmat. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Uzr aka. Strategiyani bitta ishlatib ko'ringlar. Ishlatishdan oldin обязательно birinchi chizib harakat qanaqa bu darajalarga reaksiya bildirayotganini tekshirib ko'ringlar. Va bemalol. Aka, Ganna gapirganingiz. O'shani ham lichkaga beriladi. Lichkamga yozib oling, jo'natib yuboraman aka. Bo'ldi aka, katta rahmat. Gan deb yozib oling. Hop. Xo'p, aka, Toshkentda qayerda ofis? Gruppaga kirsangiz, lichkamda savol kelibdi. Gruppada hozir Atmetga qoraman ofisi. Xo'p, vro'zi boshqa savol yo'q. Hammaga rahmat. Eldor aka, Keyingi efirlarda priyon boshlandi. Da. Bo'ldi, ertaga o'zlargan. Katta rahmat. Sobulin aka charchamaydi. Xo'p, rahmat. Hammaga rahmat. Xayrli bo'lsin. Yaxshi o'tkazinglar. Хорошо, bemalol. Kursi narxi Telefon bor, telefon qilsanglar hamma ma'lumotni berishadi. bo'ldi, rahmat. Ofis lokatsiya bor, agar ko'rishib gaplashamiz desanglar, bemalol любой muloqotga tayyormiz. Telefon bor, ofis bor, bemalol kelishinglar mumkin. Va alaykum assalom. Eldor aka, yaxshimisiz? Rahmat, siz o'msiz? Salomatimisiz? Rahmat. Mana otam ofisga ertaga aka. Bemalol aka. Shu yerda o'zingiz ko'rishamiz aka. Bo'ldi, nasib. 11 dan keyin faqat. Bo'ldi. Muloqotda xursand bo'laman, kelavering. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, hammaga rahmat. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Yana o'ylamanglar, bu strategiyani kursga qilish. Kurs temasini oldin va'da qilingan deydi. Hali ancha strategiya sinov o'tib beraman. Xudo xohlasa, rahmat. Keyingisini ko'ramiz. Ili Fibonacci'ni ichki tashqi o'rinlarini o'tib beraman. Yokida bitta свечной daraja bor. Свечной daraja deganda mana bu svecha
Faqat bunda H4 bilan H1 kombinatsiyasi kerak. Kursda sal boshqacharoqini o'tib beraman. Mana H1da pin barri darajasi shuni ichida qanaqa qilib bitimga kirib ko'proq daromad olish strategiyasini o'tib beraman. Shundoq. Duo qo'ysanglar bo'ldi. Ili Fibonacci ili shu strategiyani o'tib beraman. M15 ga o'tsanglar ham bu yerda zo'r mana. Ko'rdinglarmi? Yana ichida xuddi shunaqa pin bar bo'ladi. To есть kombinatsiyasiga qarash kerak. Xo'p, hammaga rahmat. Yaxshi kunda ko'rishaylik. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling.